Bolalar, buni syomka qilish yodimdan chiqdi. Hozir Mitsubishini kirgizdim garajga. Bu radiatorini yechib oldim. Mana bu radiator. Mana bu ventilator erib ketgan, ko'rasizlarmi? Udarda sinib erib ketgan. Mana bu oldingisi. Bilmayman, bu konditsioner radiator, bilmayman nimaning radiator. Mana bu motorniki 100%. U hamchi konditsionerniki bo'lsa kerak. U ham qaranglar, bu dabdalasi chiqqan buni ham. Hozir buni simat qildim, radiatorni. Unisini ham simat qildim. Boltlarni mana bunaqa nima bor? Plastmassaviy narsachilar har bittasini отдельно solyapman, yodimdan chiqmasin deb. Bu yerda ko'p narsani simat qilmadim. Antifrizi. Ana bu pastda nima bor? Nima deydi? Bachok. Moy almashtirish uchun olgandim. Hali moy almashtirmaganman. No, o'shani pastga qo'ydimda oqib ketmasligi uchun. Saligina oqdi, birdan ochganimda faralab ketdi. Sal oqdi. No. Juda oson ekan ochish. Mana bu rezinasi qopdi. Hozir rezinasini olishga bunda rezina yo'q. Unisi bor. Buni tozalash kerakmi deymanda, ko'ryapsizlarmi? Shu udarda alinni urganmi bu? Shu ana yerlari kir bo'lib yotibdi. Buni ham tozalash kerak. No, qolgani patrijniy nima yo'q, udar. Bu yerda bo'lgan sali. Lekin bular oqmagan bo'lsa kerak. Ular joyida turibdi. Joyida turibdi. Ko'ramiz. Yangi radiator bor, rangi yangi radiator kelgan. Bu yerga qo'yish uchun ochamiz. Qo'yamiz, boshqa iloji yo'q. Rezinasi qolib ketibdi. Rezinasi yo'q. Yo'q. Dabdalasi chiqib yotibdi. Ham yuvish kerak. Mana buni ham kursda o'taman, bolalar. Bu eng yomoni mana Ford xadavoyni almashtirish. Mana xadavoyni olib keldim. Bu oldingisi, bittasini almashtirdim, yana bittasi qoldi. Bu tomon almashtirildi. Bu tomon qiyin tomoni oldingisi, keyin orqasi. Orqasi ham undan battar. Bu zavodda ishlab chiqargan, mana bu o'sha 2008-yilda bilmayman, tuppoylar ishlaganmi? Bilmayman kimlar ishlagan. Bular xadavoyni qo'ygandan keyin ular umuman o'ylamagan buni qanday qilib buni oladi deb. Hozir sizlarga ko'rsatib nima haqida gapiryapman. Hozir 1 minut. Yo'lga chiqdik. Mana bu o'yimizdan bir 20 minut, 25 minut yo'lda nima bor? Mashinalar zapchaslari sotadi. Hozir o'sha yerga borib, o'sha Mitsubishiga bir ikkita kapot bilan bir ikkita plastmas sotib olish kerak. Radiatorning yonidagi plastmasa. Sizlarga o'sha yerni ko'rsataman. Siz aytasiz, ular o'sha mashinadan borib sizga ochib berib, hammasini nima qiladi, beradi. Polni o'sha xohlagan nimangizni aytasiz, zapchasingizni, xohlagan narsani ular ko'zingizning oldingizda ochib beradi. Shu yerga boramiz. Inshaalloh ochib beradi bizlarga. Jankarga keldik. Mana shu yerda ko'k bor dedi. Bizni mashinamiz endi u ko'kni topib ol. Motorlarni olib ketgan. Impala'ni, bilet, Impala ham bor ekan, Impala. Hamma Impala zapchaslar. Qarorchi o'zingiz olsangiz bo'lar ekan. Bularga o'zi aytsam, bular menimcha bugun aytsam 3 kunda ochsa kerak. Agar o'zing olsang dedi,
короче, arzonroq dedi. Yarmi o'sha bitta kapoti, короче, $125 ekan. Agar o'zim olsam agar yarmiga $60 ga tushadi. Lekin bu yerda men ko'rmayapman-da o'sha. Bironta ko'rmayapman. Qani bu yerda ko'k. Mana bu yerda hamma Chevrolet. Tushunmadim. Bu nomad bizni boshqa joyga yubordim. Bu hamma Chevroletlar. Yaponskiy mashinani ko'rayotganim yo'q. Umuman yo'q bu yerda. Hammasi Chevrolet. Umuman yo'q. Ana qaytib yana o traktordan so'radim. Bu nomad meni to'g'ri joyga yubordimi desam, bu yerda yo'q deydi. Tepaga chiq deydi. Ana u tepada ham joy bor edi. Biz pastga qarab keldik. Ya'ni любой pochchani impalalari. Любой narsa bor. Pochchamda shunaqa impala bor bitta. Bu zapchas kerak bo'lsa. Mana bu chapga dedi. Ko'ramiz. Qayerda ekan bu Mitsubishi. Hammasi bu yerda Chevrolet. Значит, bular o'sha markasi bilan qo'yar ekan. Masalan, bu yerda hamma amerikanskiy mashinalar, ammo bu yerda yaponskiy mashinalarni ko'rganim yo'q. Bu yerda ham amerikanskiy mashina, SUV shunaqa. Tepaga keldim. Avvallar shuncha bordim. Короче, qidirdik, polni qidirdik. Yo'q. 1 soatmi qancha hozir ofisga kelsak agar, ofisda uzr, Mo'j bizlar metalga topshirib bordik deydi, maydalab. Tez hayron qolasiz. Biz ketamiz endi boshqa joyga, bilat. Shuncha vaqtimiz sarflab. Zapchaslarni olib keldim. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Kapotni oldim. U yerda bir yomon bitta nomard sotuvchi chiqdi. Arzon qilmadi bu kapotni. Qizil ekan, bu farqi yo'q menga. Mana bu yerda bir ikkita narsalarni oldim. Mana bu menga kerak edi bu. O'z ko'rsataman. Ba'zi joylari singan ekan, bu men dedim o'zim to'g'rilayman. Chunki bu menga juda kerak edi. Shu yondagisi singan. Ko'rsataman sizlarga mana bu ikkita Fenderchilar mana ham sindirib beribdi nomard. Mayli endi. Rap qilganda bu ko'rinmaydi, buni kleylayman. Hozir garaj bardak bo'lib yotibdi. Radiatorni u kun ko'rsatdi, mana keldi bunisi. Konditsionerniki, bunisini taxlab hozir qo'ydim. Bilasizmi qayerniki mana? Mana bu stoykani ko'ryapsizlarmi? Stoyka kapot urib sindirgan. Mana shu stoykadagi mana bu ikkita narsasini. Mana bu ikkita stoyka. Ko'ryapsizlarmi? Ana shu yer singan. Bular esa men hozir olib kelganim esa bular hali sveje, sinmagan. O'sha rap qilsa agar u umuman ko'rinmaydi. Kraskalab o'tirmayman, to'g'risini aytaman. Mana olamiz, buni olish ham, mana buni ochishingiz kerak ekan. Bu yerda bolt bor. O'shani ochib olish kerak. Mana bu yerda ham ochish kerak ekan. Mana bu yerda ham bolt bor ona. Lekin bolti olingan ekan, ko'ryapsizlarmi? Shu boltlar olingan. Mana bu yerda qisasiz qolib yotibdi. Mana buni ham olishim kerak. Bu sinib yotibdi, ko'ryapsizlarmi? To'g'rilaymiz.
oxirida bular. Hozir menga bular vajna emas. Buni ham rap qilamiz. Ko'rinmay qoladi hammasi. Hamma joy rap bo'ladi. Glavnisi o'zi radiatorni qo'yib, tekshirib, zavodcha qilib, ko'chaga olib chiqib bu chillatish. Chi qiladimi, yo'qmi? Chi qilsa, olasa normalni. Kapot bor, hamma narsa bor. Yana bir ikkita zapcha soldim. Mana bu raplarim har xil ranglari bor. Ko'ramiz. Bu ishlatilgan raplar. Buni men prosta nima uchun oldim? Urib qo'yib nima qilish uchun, tekshirish uchun. Yana nima oldim? Bu yerda shamolda uchib ketmagan bo'lsa bo'ldi. Kapotni oldik. Bu yerda mana bu stoy qoldi, mana bu parogidagi Eclipse degan nima yozuvi chiroyliroq. Buni oldim, o'z kapotni kirgizaman endi. Hozir buni ochib kirgizish kerak. Bu yerdan ochamiz buni. Kapotni buklamaslik kerak. Hozir ochamiz. Avvallar radiator qo'yishni boshladim. Mana bu zapchasi yo'q edi. Mana qo'ydik hozir. Endi mana bu konditsioner liniyasini ulayapman hozir. Yangi boltlar sotib olganman. Ba'zilari zanglagan, ba'zisi o'ziga to'g'ri kelyapti. Hozir ulaymiz. Xudo xolasa kapotni keyin ochib almashtiraman. Keyingi hozir men birinchi radiatorni qo'yib mashinani men ishlatmoqchiman. Qani mashina qanday ishlaydi? 10lik kalit. Hamma joyini ulab chiqamiz. Mana bular menga keladi. Hammasi chiki-puki bo'lyapti. Ko'ramiz endi. Buni sotib olgandim. Mashinaning kodini nima qiladi? Kalit yasaydi, boshqa buni $500 ga eBaydan olganman. Xtool degan narsa. Wi-Fi'lik u yerda uladim. Buni sxemasi bor. USB bilan ulasa bo'ladi. Bu Wi-Fi, bu eng oxirgi modeli Wi-Fi bilan ishlar ekan. Mashinada mana bu lyuk ishlamayotgan edi. Qarochi, qaranglar. Uni ochdim. Kodini tozalab tashladim. O'zim shunisi ham qilmadim, qaranglar. Lyuk ishlamayotgan edi. Kod to'la edi. O'zimni nima? Avtoskan qilasiz. Juda zo'r narsa ekan. Вообще men qoyil qoldim. Uni bosasiz. Automatic detention. Qaranglar, bu hozir mashinani hamma informatsiyasini chiqaradi. Okay, qilamiz. Avtomatik skan qilasiz. Ketdi. Mana bu kodni pas ko'ryapsizmi? Hammasini tekshiryapti mashina, chunki mashinani yonib holati nima qo'yish kerak. Qarochi bu yerda ko'plab kod edi, kodlar. Kodini keyin men tozaladim. Mana bu yerda clear all details deysiz. Tozaladim. Bir payt qaranglar. Bir payt lyuk ishlab ketdi. Ishlarmi? Lyuk ishlamayotgan edi. Men bilmayman, men fyuzi qo'yganmi deb o'yladim, boshqa deb o'yladim. Tozalaganimdan keyin kodini polni lyuk ishlab ketdi. Hozir ikkita kod deyapti. Thankful level sensor. Bu qarochi уже 2 marta chiqdi. Buni tozaladim, yana chiqyapti shu narsa. O'sha biz benzin nimada o'sha qaysi bir sensor qo'ygan. Mana bu yerda tekshirsangiz bo'ladi, polni informatsiya beradi. Keyin AC kodi chiqadi. AC kodi hozir chiqmayapti, zavat qilganda u. Chunki radiator nimada o'sha konditsionerniki ochgandim, u chiqib ketdi hammasi, vozdux-pozdolari. Uni qaytadan nima qilish kerak? Borib konditsionerni to'ldirish kerak. O'sha boshqa hammasi mana pas bo'ldi. Hammasi ishlab ketdi. Mashina g'ingillab yotuvdi. Hozir g'ingillamayapti. Uni o'chirasiz, bo'ldi. Mashina o'chdi. Jimgina. Buni g'ingillab yotuvdi bum bilan. Kalitni olsangiz ham.
Zo'r narsa ekan. O'zi birinchi marta ishlatishim bu narsani, ikki stolni. Tozalab tashladim kodini. Chotki mashinaga hamma lyuki, puki hamma joy ishlayapti. Bo'ldi. Konform qilamiz, chiqamiz. Juda zo'r narsa ekan. Save qilmaymiz. Bo'ldi. Shunaqa bolalar. Usta bo'lmasam endi tamom, mashinalarning ustasi ham bo'laman, xudo xolasa. Mana bolalar, zarit qildik. Hozir antifrizi ketgani yo'q. Ko'ramiz. Hech qayerda oqishi yo'q. Katta ishlayapti. Kapotini ochib tashladim. Yangi kapot olib kelganman, o'shani qo'yamiz. Mana yana bitta proyektga bitta mashina sotib oldik. Auksiondan kecha oldim. Mana jiyanim Fayoz olib keldi bugun. Bu Porsche 88-yil Porsche 928 S modeli. Yurmaydi ekan, lekin men buni yurg'izaman. Zadid bo'lmadi hozir S 924 ekan S modeli. Juda toza mashina, konkretni toza mashina. Original mile. Eshiklari, короче, sidenlari hammasi chotki. Mana bu yerda buzilibdi faqat mana buni. Bunisini hay sotib olamiz, problema. Hammasi chotki, orqa sidenlari ham, poliklari ham vashi dahshat. Hozir bu bolalar zat bo'lmayapti. Buni hozir mashinada tortib boryapmiz. Mana bu mashinada tortib boryapmiz. Sinmasa kerak. Ketdik. O'limgacha. Приключение, короче, mana orqadan Fayozni ko'rish uchun mana tortamiz. Orqadan kelyapti Fayoz. Tormozda qanaqadir problema bor. Bolalar. Ketdik. Mana bolalar, mashinani kechasi haydab keldik. Kapot ochiq. Kapot. Mashina zat bo'lmaydi. Buni приключениесі ertaga bo'ladi. Fara singan ekan. Sizlarga ertaga ko'rsataman mana. Bu такой antikvarniy qimmatroq mashina. Hozir buni mana bu yerga itarib, mana bu yerga taxlashimiz kerak mana bu tomonga. Tormozlar vashi boshqacha ekan. Ketdik. Bolalar, hamma narsani qo'ydim. Injektorlarni almashtirdim. Svechalar bo'ldi, simlarni yangiladim. Eskilarni musini qarasizlar. Qarasizlaring bu yangi qora. Namozni ulab chiqdim. Mana uladim pozitivni. Endi bitta tekshiramiz. Qani hayot nima bo'ladi, zat bo'ladimi yo'qmi? Ketdik. Hozir bismillah deb. Bu mashina zadi bo'lmaydi deb sotgan menga. Endi ko'ramiz. Bichur ulayapti-ku bu. Hoppa. Hayot quvonchlar va tashvishlari. Qalay. Tartib ishlayapti. Oh my god. Oxiri qildimiz.